Assalomu alaykum, brifing qatnashchilari. Bugungi mavzuimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 10-dekabrdagi P.F.246 sonli farmoni, ya'ni naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyotga ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida farmoni. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad 2030-yilga qadar yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishning asosiy maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan, ya'ni yalpi ichki mahsulotga nisbatan kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushini 1,3 baravariga qisqartirish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida aholi tomonidan to'lovlarni naqd pulsiz amalga oshirish ulushini 75% yetkazish, iqtisodiyotning rasmiy sektorda band aholining jami iqtisodiy faol aholiga nisbatan ulushini 64% yetkazish. Ya'ni bunda naqdsiz to'lovlarni ommalashtirish choralari sifatida 2026-yil 1-apreldan boshlab quyidagilar uchun to'lovlar faqatgina bank kartalari yoki elektron to'lov tizimi orqali amalga oshiriladi. Bunda davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi, transport vositalari, yoqilg'i, quyish shoxobchalari orqali aholiga neft va gaz mahsulotlarini sotish, elektron tartibda qiymati 25 million so'mdan oshadigan tovar va xizmatlar. Bundan texnika vositalari mustasno, qishloq texnika vositalari, alkogol vositalari, asosiy shular.